Buni tanlab olamiz. Xo'p. Karbon. Meta molekulasini oladigan bo'lsak, buni optimal holatga keltirib olamiz. Optimallashdi. Endi bizga ushbu molekulani gammasi, Gaussian hamda Orsa dasturlarida ko'rib chiqishimiz kerak bo'ladi. Gammada input generatorga kiramiz. Ushbu kalit so'zlarni ko'rishimiz mumkin dastur uchun. Bu yerda ham uning ko'rsatkichlari keltirilgan. Hop. Endi Gaussian'da ko'radigan bo'lsak, uning programmamiz uchun kalit so'zlarni teoriyada hamda basisda ko'rsatib o'tilgan. Bu yerda esa uning kartezianni. Endi Orsa dasturi bo'yicha generate Orsaga kiramiz. Bu dastur uchun uning kalit so'zlari RHF, DF2, SVP. Va bundan tashqari input faylimizda X, Y, Z o'qi atrofida uglerod va vodorodlarimiz qanday ko'rinishda koordinatlari keltirib o'tilgan.